O'zbekistonda Spark mashinasini zavod tomonidan ishlab chiqarilyapti turganda bitta xatolik qilib qo'yilgan va bu xatoni umuman to'g'rilab bo'lmaydi. Bu xatoni siz ham bilmoqchimisiz? Videoni oxirigacha ko'rib turing. Aynan bu Spark mashinasida nima xatolik qilinganini aytib o'taman. Men bu xatoni aytgunimcha siz videoga bitta like bosing va profilimizga obuna bo'lib turing. Bunaqa foydali ma'lumotlar sizga doim berib turamiz. Va bu videoni Spark'ga bor tanishlaringga jo'natib qo'yinglar. Mashinalarda qanaqa xato borligini bilib qo'ysin. Bu mashinani ishlab chiqarilyapti turganda zavod tomonidan nima xatolik qilingan? Aynan bu mashinani hadovoylarini juda baquvvat ishlab qo'ygan. Ya'ni bu degani bu mashina uncha-munchaga ustaxonaga kirmaydi. Motori baquvvat, ekonom va hadovoy yumshoq mashina. Juda ko'pchilik kommentariyada Epica nomer 1 deb yozishadi, lekin hozirgi vaqtga kelib Spark eng legendarniy yumshoq mashina bo'lib qolgan. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Mana shu ko'rib turgan Spark mashinalarini ham O'zbekiston yo'liga yana ham yamalardan yumshoq o'tish uchun Captiva periodikali podushkalardan qo'yib, oldilariga usiliy amortizator qo'yib beryapmiz. Mashina yana ham O'zbekiston yo'llariga ishlab, yumshoq va baquvvat bo'ladi. Sizga ham shunaqa xizmat kerak bo'lsa, Avtovixga murojaat qiling. Ishlaringizni sifatli va garantiyali qilib to'g'rilab beramiz.